Xayrli kun o'rtoqlar, bugun menga raddomdan ruxsat berildi. Shuning uchun sizlar bilan uyga ketishga tayyorlanamiz. Undan oldin esa Uzum marketdan kelgan pochtalarni raspakovka qilib ko'rsatmoqchiman. Men o'zimga uходовый kosmetika zakaz qilganman. Yuzimni holatini yaxshilash uchun, tug'ruqdan keyin, ayniqsa 8 yillik kashandalikdan keyin o'rtoqlar aytmoqchi, men sigaret chekishni tashladim. Bugun chekmaganimga 1 hafta bo'ldi. Yuzimdan nur yog'ilayotganini ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Tirishlarim, ajinlarim anchaga kamaydi deb o'ylayman. 10 yilga yoshargandek o'zimni his qilyapman va o'pkam to'la nafas olyapman. Bu baxtli yangilik bilan sizlar bilan bo'lishmasam bo'lmasdi. Ko'p gapirib nima qilayotganim esimdan chiqib qolibdi. O'rtoqlar, birinchi enzimovый pudra zakaz qildim. Keyin SPF yuzim uchun, maska yuzim uchun va mana bu mistni zakaz qilmasam bo'lmasdi. Chunki avvalgisini hidi onajonimga yoqib qolgani uchun ularga berishga majbur bo'lgandim. Xo'p, birinchi navbatda enzimovый pudrani yuzimga surkab yuvib oldim. 5 minutli maskadan keyin yuzim yaltillab ketdi. Undan keyin esa SPF hamda yuzga namlik beruvchi kremni yuzimga va bo'ynalarimga yaxshilab surkab oldim. O'rtoqlar, aslida bu kechagi video, kecha ulgurmay qolganligim uchun bugun qo'yyapman. Bundan keyin cho'milib chiqaman va bo'yanaman va kechgacha raddomdan chiqishimni kutib o'tiraman. Chunki ZAGS byuroga borish, ma'lumotnoma olish, bolaga u yoqdan bu yoqqa qatnash juda ko'p vaqt olar ekan. Obedda chiqib ketmoqchi edim. Shu bilan shomda chiqib ketishga to'g'ri keldi. Oxirida esa o'zim yoqtirgan mistni sochlarimga, badanimga sepib olaman. Hammaga raddomdan sog'-salomat va erta kunda chiqib ketishlik nasib qilsin. Брат, кто легенда, кто чемпион, кто гангстер? Вот гангстер! Вот гангстер! Я конференция, в другом месте много не говорю. Я порядочный мальчик. Всем удачи, братва!